Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, ustozlar. Mana bugun sizlarga ko'rsatadigan torlarimiz taxlab qo'yibmiz, chiroyli qilib. Yangi yasalgan torimiz bor. Bu torimiz Qashqadaryolik Bekzod akamizga zakaz bilan yasab berdik. Bismillah. Mana ko'rinishlariga o'zlaringiz baho berasizlar. Yangi yasalgan tor, kosalari ham sof, chiroyli qilib yasaldi. Mehnati o'zi bo'lmadi. Xudo xolasa dastavkalarni ham o'zlarimiz qilib hamma narsasini qilib beramiz. Hozir ovozlarni ham chalib ko'rsatamiz. Undan oldin mana ta'mirga kelgan torimiz ko'rinishini ko'rsangizlar, baykeksi torlarga o'xshab chiroyli bo'lib turibdi. 2019-yilda Adamda yasagan tor. Bu qoplab kompleksim oqlesga boylandi. Ovozlari ham baribir eski torlar yildan yilga chalinib, ovozlari ham jarangli bo'lib boraveradi. Mana keyin sotiladigan yaxshi torimiz ham bor. O'rik daraxtidan yasalgan. Buni ham sotishdan oldin biza polni ta'mirlab, qoplab kompleksimlarni qo'yib, nima mayda-chuyda ishlari bo'ladigan bo'lsa, taxlab keyin sotuvga qo'yamiz. Bu torni ham ovozlari jarangli ko'pchilik biladi. Ko'pchilik ko'rdi bu torni. Mana oq leskalar ham boylandi, Ozarbayjondan kelgan. Xudo xolasa shu torlarni ko'rsatamiz. Endi shuncha torni ko'rsatdik, sadafli torni ham ko'rsatmasak bo'lmaydi. Bu ham shu yil yasalgan tor. Mana ko'rinishlariga ahamiyat bersanglar, chiroyli qilib yasalgan. Bu yong'oq daraxtidan yasalgan tor. Shunaqa sadaflariga ham e'tibor bersanglar, juda maromaga yetkazib ishlangan tor. Mana endi bir boshdan ovozlarni chalib ko'rsatamiz, o'zlaringiz baho beraverasizlar. Videoni boshlashdan oldin like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa xursand bo'lamiz. Mana yangi tor. Mana yangi torimizga kelib o'zlaringiz baho berasizlar. Xudo xolasa kimga shunaqa torlar kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz bilan yasab beramiz. Mana endi bu tor o'zlaringiz baho berasizlar. Hozir ovozini eshitib, ovozlar ham ochilgan tor.
Mana endi aka-ukalar sotiladigan torni ham bir ovozlarini chalib ko'rsatamiz. Kichikroq tor bo'lishiga qarab ovozlari ham jarangli, ob'yomli tor. 2008-yilda yasalgan tor o'rik daraxtidan. Mana ko'rinishlariga ham e'tibor berasizlar. Yaxshi san'atkor akamizning torlari, shu tor sotiladi. Xudo xolasa, kimga yoqqan bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Hammaga rahmat akalar. Kimga xudo xolasa shunaqa yaxshi torlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.